Uzilgan munosabatlarning ba'zida tiklanishi cho'zilib ketadi, bilasizmi? Chunki ularni his qilish etaplari har xil bo'ladi. Masalan, ayollarda 3 xil etap bo'ladi. Birinchi etapda ayol stressga tushadi, siqiladi, ichiga yutadi hamma narsani va buni atrofidagilarga bildirmaydi. Ikkinchi etapda bo'lsa ayol kishi yig'laydi, yuragini bo'shatadi, ichini bo'shatadi. Uchinchi etapda bo'lsa ayol kishi qaytadan oyoqqa turadi, kuchli bo'ladi va dal shu hayotini davom ettirishni boshlaydi. Ko'pincha erkaklarda bu narsa aksincha bo'ladi. Birinchi etapda erkaklar xursand bo'ladi, erkinlik, go'yoki hammasi tugagandek bo'ladi. Ikkinchi etapda bo'shliq paydo bo'lishni boshlaydi. Nimadir yetishmayotgandek bo'lishni boshlaydi. Va uchinchi etapda bo'lsa sog'inishni boshlashadi. Va bu ko'p holatlarda kech bo'lgan bo'ladi. Bilasizmi, eng og'irlisi nimada? Eng og'irlisi bittasi o'zi qo'yib yuborishni boshlagan bo'ladi, lekin ikkinchisi bo'lsa qadrlashni boshlagan bo'ladi. Muammo sevgi yo'lida emas, shunchaki ular bir xil vaqtda his qilinmaganda xolos. Bu videoni bo'lsa munosabatini tiklolmay yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.